etdi. Tayyormisan? Yaratgan Alloh qo'llasin, safarlar bexatar bo'lsin. Allohu akbar. Shoshilmasdan xushyor bo'lib tomoshani bismillahsini maydalangan shisha parchaga orqadan yurib borsin. Ketdik. Qarab qo'yamiz, o'zim kerak. Oh, Krishna. Ha? O'zini fayzi bor bu yana. Fayzini yigitimiz. O'ziga. Opa. Kacha bor shishalarni. Bas. Ya Allah. Ko'ramadim deganlarga. Ya Allah, yana bir bor. Yashasın. Ko'payimiz shishani, hadi yigitlarimiz. Basqana bos keling. Ha. Rahmat. Yigitchamiz yuzlarini ko'zlarini qo'ysin, og'irligim 100 kilodan ziyod. Orqa miyasini bosib chiqaman. Yo'q, deyapti. Mikrofonni qo'yaman. Agar shisha parchani ovozi qulog'ingizga yetib borsa qarshi olasiz, bo'lmasa jim o'tirib tomosha qilaverasiz. Kelishdingmi? Qani keling, bo'ling tezroq. Qalam bo'lganimizga naf qo'ying. Sho'x-sho'xlari yo'qmi? O'ziga rahmat. O'ziga rahmat. Qara, men sizga qarab qo'ying. Bo'ldi, bosim birat rozimiz. O'ldirib yuborsan azam. Qara, nima bo'ldi? Ha, 2000 so'rayapti. Yana 2000. 2000 emas, 2 kishi deyapti. Chiq. Og'irliging 1 tonna. O'la 1 tonna deyapti. O'zingning og'irliging 35 kilo. 35 kilo chiq. Xotining bilan 1 tonnami? Qancha bo'lsa? Ha. To'sh endi. Avtobusmi senga bu? Men birovni, xola yaxshimisiz? To'sh, tushyapman. Asl ekanmiz, bitta qarasang bo'lsin ha. Voy bo. Ha. Kel, Asalbek kel, Rahmatbek kelgan. Yuzini qara mana, ey. Lekin ko'pchilik o'ylashi mumkin-da, pul uchun shunday qilib yuzini qonatish shartmi? Yigitning kasbiga ora shu. Dorbozlik. Yoga tomoshasiga mehr bergan.